Yana bitta zerikarli kun uchun get ready with me. Bugun menda Halloween'ga настроение, shuning uchun Halloween vibe'ida makiyaj qilamiz. Bizning hayolimizda haqiqiy hayotga qanaqa ta'sir qilishi haqida gapirmoqchiman. Sizlar sezganmi, sizlar qachondir nimanidir o'ylasanglar, o'sha narsa hayotingizda paydo bo'lib qolishini. Hech nimani hayotimda nimani o'ylashimdan qat'iy nazar bu narsa hayotimda paydo bo'ladi. Ya'ni dunyo absolyutni Alloh va butun dunyo siz nimani xohlasangiz o'shani beradi. Faqatgina yaxshi hayot qilish. Eng katta minus tarafi bu ham yaxshi tarafga, ham yomon tarafga ishlaydi. Например, o'tirgan joyimda hammasi idealni bo'lgan paytda qanaqadir mелочь narsani deb meni hamma yomon ko'radi, menga yoqmayapti degan narsa miyamdan o'tdi. Ertasi kuniga yo'q, xuddi shu o'ylagan narsam, hatto hayolimda ham yo'q edi. Bir kun oldin o'ylagan narsam butunlay hayolimda, hayotimda paydo bo'ldi. Butun kunim hamma meni yomon ko'rish bilan o'tib ketdi. Shunda men tushundimki, agar meni hamma o'ylagan narsalarim ijobat bo'lsa, men faqat yaxshi narsa o'ylaganman.